onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar kitobi. Ushbu kitob internet jurnalistikasi va media sohasidagi zamonaviy tendensiyalar haqida muhim ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Asar 3 bo'limdan iborat. Unda internet, onlayn jurnalistika hamda media sohasiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi bilan yuzaga kelgan yangi yo'nalishlar yoritiladi. Kitobda internetning tarixi, uning zamonaviy kommunikatsiya maydoni sifatidagi o'rni, axborot xavfsizligi hamda internetda axborot almashinuvi madaniyati haqida batafsil so'z yuritiladi. Shuningdek, onlayn jurnalistikaning xususiyatlari, raqamli media, auditoriya bilan ishlash usullari va internet jurnalistining kasbiy mahorati haqida ham muhim ma'lumotlar berilgan. Asarda multimedia jurnalistikasi, long-read, storytelling, ma'lumotlarni vizuallashtirish va infografika kabi yangi media yo'nalishlari ham keng yoritilgan. Mazkur kitob jurnalistika va media yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar, mutaxassislar hamda ushbu soha bilan qiziquvchilar uchun foydali manba hisoblanadi.